Hali o'ldirsa ham odamni borib mard o'ldirsin ekanda. To'g'ri, bu gapingizga baq qo'shilaman. Hali O'zbekistonning xohlagan nuqtalariga transport vositalari qatnayapti. Qatnayapti va Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana biz bugun Namangan viloyati Chust tumanidagi Yor qishlog'iga yetib kelganmiz. Bu yerda Zoirjon aka fermasiga yetib kelganmiz. Xudo xolasa Zoirjon akamizdan Ozodbek, Assalomu alaykum. yaxshimisiz? Zoirjon aka yaxshimisiz aka? Charchamayapsizmi? Yaxshimisiz? Mazasi yaxshimi? Rahmat aka. Ozodbek, avvalambor mana kanalingizga omad tilayman. Xudo Rahmat. xolasa kanalingiz bundan-da rivojlanib, xalqimizga manfaatli, chiroyli videolarni ko'rsatib bering. Rahmat aka. Xudo xolasa Aytganingiz kelsin. kimgadir yaxshi foydasi tegadi, xudo xolasa. Bir qator ko'rsatib qo'yaman aka, mollarni. Bir qator ko'rsating. Bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bu sigirlarimiz xudo xolasa necha litr suti bor Zoirjon aka? Ozodbek, mana shusini ukajon ikkinchi qorin bola g'onaji 28 litr suti bor. 28 litr. 28 litr suti bor. Bunimiz 3-qorin tug'di. 12 litr sutiga kafolatini beraman Ozodbek. Bolasi mana bolalari ham realni yaxshi mana. Emib yuribdi. Tepish, suzish degan ayblari yo'q. Bola limuzin. Bu 3-qorin. Ikkalasi ham buqadan chiqqan Ozodbek. Ikkalasi ham buqadan chiqqan. Mana bunimiz bo'g'oz Ozodbek. Bo'g'oz bu? Ha. 8 oylikka o'tgan bo'g'oz bu. Mana bunimiz ham mana kunligi qoldi Ozodbek mana. Kunligi qoldi, xudo xolasa. Qoldi mana. Olgan odam maza qilib, sog'ib. Shalalarni qalay. 4 tala tutamlariga javob beramiz. To'rala tuymasi dona ekan, oq yeli. Oq yeli Ozodbek. Bunisini ham qarang Ozodbek mana. Mana. Maza qilib sog'ib ichadigan. Maza qilib ichadigan ekan, xudo xolasa baraka topadigan. Ikkinchi, uchinchi qorin mollar. Bu. Shuni kim olsa ham xudo xolasa baraka topadi, xayri bilan qilib beramiz. Xudo xolasa. Boshlayvering. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana biz bugun Namangan viloyati Chust tumanidagi zo'rlari bor. mahallasiga Daniya, kelganmiz. Bu Rossiya. yerda Rivojlanishlar bor. Rahmatjon aka, Muhammadda aka ikkita sog'in bor aka. Ko'rsatamiz akalar. Ikkita shved, yangi tuqqan sog'inim bor. Mana bular bo'g'oz aka mana. Rossiyadan kelgan shved. Hurmatli obunachilar, videoga bitta laykni bosib, Jonivor. addisha qilib tursanglar, xudo xolasa biz bularni sekin obzorini qilib beramiz. Bugungi sanamiz 26-yanvar 2026-yil, haftamiz kuniga esa dushanba. Qarab qo'ying. Yaponiyadan kelganidan bu. Yaponiyadan. Va bunaqasilar borda, rossiyskini vaynaqalari ham borda. Rossiyskini yaponcha variantidan. Yaponcha variantidan. To'rtta o'g'lim. Qiqi sog'ib ichaman deydigan odamlar bor. Juda zo'r holat, ideal holat. Bu nechinchi tug'di? Bolaki 3-sini tug'di, Rossiya 3-sini tug'di. Yeb ich. Mol yaxshi boqsak 18 litr, 20 litr suti bor. 15 litrga kelib sinab ko'rib ketaveradi aka. Xolasi uyda tekshirib olsin mana chiqishlarini. Maza mol aka. O'ta chiroyli. Puli ham unaqa 45-50 yo'q aka. Oho, narxlar yo'q deng. Yo'q. Bugun alo, Zoirjon, yo'nat bor. Va bir silpa olgan odamga 36 ga beraman molni. 1 million oshib. O'sha 1 millionni aka misol dastlabki uchun ketadi, chist 35 million o'zimga qoladi aka. To'g'risiga. Olgan odam baraka topadi, bitta etalab olgan 35 millionga bosaveradi. Bo'ldi aka, 35 millionga bosaveradi. Mol kallalarni ham ko'ring, jonivor. Haqiqiy sog'ib ichadi bu narsa aka. Toza rossiyskiy. Zo'r. Bitta joyda oqsash-poqsashi yo'q aka. Rossiyskiy yaponcha variant. Yaponcha, Yaponiyadan kelganidan-da mana. Odamlar Xitoyda adam olib kelyapti, biz ham Yaponiyadan olib kelyapmiz aka. Bolani qarang aka, kindigi ham tushmagan mana. Tanijoni sog'lom. 15 litr sutga aka garantiyasi bor mol. Bejanasida yurakchasi bor. Mana aka, yurakchasi bor-da, Rahmatjon aka. Mana toza narsa. Ichadi-ya, suvda bular. Suvda Rahmatjon aka bizim mollar ichsin-da. Yo suvi shirin yoki yem yesin. İçine qizdiradi-da, bu qarang. Jonivorlar
5 mahallashga chiqsa 5 mahal suv ichadi rahmat. Xo'p. Aka xayrini qilamiz. Tilpon qilsin, maza qilib sovib ichadi aka. O'lim baraka topadi mol. Bunisi aka 3-chi qoringa tug'adigan narsa. O, Xudo xolasa 9 oyga o'tdi aka. Haqiqiy sementalga qo'yilgan. 100% garantiyasini beraman sementalga. nasib qilsa nechinchisiga necha oylik? 3-chisiga tug'adi aka. Bitta tishlarni ko'rsatib beraymi? Mana rahmatjon. Mana o'zimiz obunachilarga 8 ta burasi. 8 ta. Bu ham 8 ta. Bu original chivit ekan-a? Bu haqiqiy shivit. Yoshlar. Lekin original. Buni ham tishini ko'rsatib qo'yish kerak aka. Buni tishlaydigan gap. Ha. Mollar aka kunligi qoldi xudo xolasa 15 kun ag'bag'i tug'adi ikkalasi. 4 tala tutamiga, yemoq ichmoqga 100% kafolatini beraman. Nasib qilsa necha oylik bo'lsa? Kunligi qoldi aka. Kunlik. Kunligi qoldi. Bir 15 kun bunisi uzab ketsa unisi 20 kun. 25lar bor bo'yi, sal balandroq. Ha, bo'yi balandroq. 25 videosiga olasiz. Ha. Bahosi necha bo'lgan bo'yicha? Rahmatjon aka, bunisini akajon 42 million xayrini qilamiz aka. Shved ekan. Ha. Shved ekan bo'lmasa-da, shved. Aka bitta gap aytaymi? 40 millionga beraman molni. Biz Yo'q, jon akang. bo'lmaydi. Ana bo'lib ketadi. Bo'pti, 40 million ekan. 40 million xayri bor. Nargisini Rahmatjon aka, mana bonus qarab qo'ying. Xudo xolasa, Bunisi bonusmi? yo'q, bonusini qilib beraman demoqchiman. Aha. Mol tug'sa 40 dan ancha balandga oladi xudo xolasa. 35 millionga xayrini ham qilib beraman aka. Ha, Shuni bazaniga aytib, odam ichine qildi. 34 bersin aka bo'y. 34 beraman. Ani Fatih. Molni qo'raligi o'zim kafolat berib qo'ydim. Hurmatli obunachilar 34 million so'm. Zo'r baho bo'ldi. Kimga yoqsa bitta laykni bosib qo'yamiz. Ikkinchisini tug'adi. Kishini bitta ko'rsatib qo'yaymi? Bu Rossiyadan kelgan variant. Rossiyadan kelgan variant aka. Oo. Sanaychi Sanab ko'ringlar. Shuni ekan 1 2 3 4 5 6 ta. va yana bitta bor. 6 ta. 6 dona. Rossiyadan kelgan. Xudo xolasa o'yinchab tanlamaydi aka. Kunligi qoldi. Yerga yotgan. Ha, kunligi qoldi aka. Zo'r ishlari ham juda zo'r. Zo'r aka. Odam eshigida xudo xolasa ro'za bo'lmada maza qilib sog'ib ichadi aka molni. Sut beradigan sigirlar zo'rg'acha o'xshab. Uzun ekan. Buni qarang aka, molni. Buni Tayyor qarang. ekan. Tayyorda jonivor. Oboradi. Kunligi. Olib boradi, tug'adi xudo xolasa uyida. Nasib qilsa shu yoqdan bo'g'oz bo'lib kelgan bo'lsa kerak. Ag'dan bo'g'oz bo'lib kelgan. Buni sheriklari shu o'ziga o'xshagan. Bunaqa mollar ko'proq sementalga o'xshagan. Ha, sementalga Qizil o'xshagan. olma tug'yapti, endi Ha. iminni. Bu semental emas aka. Ilik oligin. Ha. Bashara shunaqa bo'lgan uchun bolasini ko'rsa sementalga o'xshaydi. Ha. Balki shu yoqda Yevropa taraflarda ham shunaqa. Molni ba'zan ko'ringda Rahmatjon aka arqoldini. Hamma yo'q kelishgan, oyoq qo'lida bir joyda kamchiligi yo'q mol. Puli nech pul endi bilasanmi? Pul aka. Hamma yo'q kelishgan bu narxi kelishgan bo'lmadi demasin. Yo gap yo'q, xudo xolasa aka, yo'lida qilamiz, molni qarang aka. Ammo yuvoshligi bor ekan. Maza qilib sog'ib ichadi olgan odam. Xursand bo'ladi ertaga. Rahmatjon aka buni xudo xolasa aka narxini Bosboradigan joyi qoldi. 52 53 yo'q Rahmatjon aka. 49 millionga beraman molni. Ha? 49 millionga beraman. Ha? Boring 48 millionga beraman. Ketadi. Beraman aka. Gap yo'q. 8 million. Olib bor o'g'lim bo'yli. Bunajon Aka. hozir kelib bir so'm savdo qilsa ham xafa bo'lish yo'q. Ya, Bor. cho'ntagida puli bor odam molni savdo qilib olaveradi. Egasini Ha, pul egasini cho'ntagida. bir so'm to'ladagi haqqingiz bor. Bozor Bunisini qarab qo'ying. savdo qilib olish. Bunisini. Aka, mana. Tutamlarni qarang. Paxtakor 79 ni ko'rgan edi bu. Ha. Sigir 69 ni ko'rmagan. 69 anaqasi bor. Aka, men qarang mana. Yaxshi mol bo'ladi, xudo xolasa olib baraka topadi o'g'lim aka. Zapaslari bilan aka. Aka. Molni yaxshi tushunasiz-da. Hmm. Lekin hali sut beradigan molni bari qidirib yurib topib olasizda. Albatta aka, buni topib olib 4 kelishga litr, sho'rmaydi. 5 litr beradigan
Sigir hech qachon olmaysiz-da. Men Shunaqa. aytishim joyingizga To'g'ri. qo'yaman, xolos. Nasib qilsa nechinchi tug'adi? Nasib qilsa-ki 300 tug'adi, men tishini ham ko'rsatib qo'yaman. Xo'p ketdi. Bu ham shuni zotidan aka mana. Mana. Mana shular. Rahmatjon aka, endi gapingizni hozir 3 litr, 4 litr sut beradigan mol aka kelib qoladi aka. Haqiqatda sut kamlar kelib qoladi, uni odamlar tavsiya qilib nima qilinmaydi aka. Uni yo ajratib yuboriladi, yo bo'rdoqchilikka boqiladi aka u mol. 3 litr sut beradigan mol kerak emas. 30 ga sal ketbaroq oladi. 32 ga yonib berdi chiqib qoladi. 30 ga olishaversin aka. Uyida katta ko'rinsin iloji. Necha pulga beramiz? Rahmatjon aka, buni rasman 50 millionga beraman. Yo'q, Buni ham 1 million o'tib beraman. uni 45 qilib yubordik. Ya jon aka, unda chekana bu. Zoirjon. Ya. Zoirjon. 45 bo'lsa, Buni aytsa sizga layk bosib o'tgan safar 2000 Rahmat layk aka. bosdi. 10 kun sabr qilsak aka, har Zoirjon, 2000 layk bosdi. Buni aytsa. To'g'ri gapingiz. 45 bo'lsa. 48 bo'ldi Shu aka. obunachilarimizga bitta so'radim 45 bo'lsa. Bo'ldi, gap yo'q. Gapingiz oldi. 45 bo'lsa. Aka ukachilik gapingiz oldi. Mol yetalab yuboraman. Molni mana chakana molni Maza qilib sog'ib ichadi aka, lekin og'on. olgan odamga ham yengil bo'lsin. Aka, olib borsin uyida xudo xolasa eshigida tuqsin, rahmat deb qo'ysa bo'ldi aka. Bo'lmay so'rishlar. Shu odam xursand bo'lsin, kim bo'lsa ham. Gap yo'q. Bu apparatga ham zo'r turadi. Apparat, qo'l apparat tanlamaydi. Mollar yeb ichishi tanijon sog'lig'iga xudo xolasa kafolati bilan beraman. Insonlar puliga oladi buni aka. Yo'q. Hozir do'stlar, kuyib qolibdi. Ha. Ammo Shular 5 oylik. Oxir narxni aytasiz. Kutgan obunachilarga. O'zimga so'radim. Aka oxirida aytaman dedim. Ko'ramiz, mana. Yigit so'zdan sonra. Ha, shunaqa to'g'ri gapingiz. Jonivorlar suv ichaveradi. Suv ichaveradi jonivorlar. Mana hurmatli obunachilar, hozir ustozim bilan birga kelganmiz. Ustozim ozgina obzor qilyapti, xudo xolasa. Ularning ortidan men ham sekin obzorlarni, mollarni olib borishga harakat qilyapman. Mollar aka, xudo xolasa, olgan odam maza qiladi, bir kunligi qoldi, kunligi. Yo'q. Qoziqlarni ham qarang. Maza qilib sog'ib ichadigan mol. Bitta yurgizib Bitta yuboring. yurgizib yuboring. Buni qarang. Aka, Orqalari ham rahmat aytadigan mol jonivor. xudo xolasa. Tortib qo'yaman. Bitta yurgizib yuboring. Buni qarang mana. Nihoyatda yuvosh mol. Aha. Qaymoq yalayman deganlar. Qaymoq yalayman. Maxsus. 25 litr sut bersin menga tuqqandan keyin o'g'lim deydiganlar mol aka. Mana shu obunachilarga bir 300 minglik o'yin o'ynab olamiz. Xo'p, bo'ldi aka. Mana shu yelkasidagi yozuvni to'g'ri topgan odamga 300 minglik yutuq. Mana men yaqinda ko'rsataman. Topgan odam yozib qo'ydi mana. Nima degan yozuv bor? Yaqinda ko'rsatdim. Mana. Topgan odam mukofotini zo'rlab oladi. Gap yo'q. Albatta ham bor. Orqasida ham. Haqiqiy Qirg'izistonda Rahmatjon aka, toqi yo'q, to'g'ri variantdagi. buni qarang. Mol. Baliq. Baqib kelaver, qurkiyapti u. Ha, ko'rding? Molmi aka? Baliq. Molni xudo xolasa olgan odam baraka topadigan mol aka. O'ta sut qo'y. Mol rasman 3 tug'adi aka. O'yincha tanlamaydi. 4 tala yeliniga, semental buqoga qo'yganimizga garantiyasi bor aka. Anchadan. Ha, bu may oyida kelganda o'zi. May oyida shu qo'yganmiz. Bo'ylab qo'yar joyini. Nasib qilsa necha oylik bo'ldi dedingiz? Rahmatjon aka, mol 7 oydan o'tib 8-oyga o'tdi mol. O'ta polvondan. Ha, ochishini ham ko'rsatib beraman. Kaltroq bo'ylab turing. Mana kundiga bor. Ha. Mana yaxshi bo'ladi deysiz. Mana aka, mana. Mana tishini ko'ring. Ha, butun zo'r. Puli nechi ko'r? Pulini aka, mana qarang. Kindiklari bor. Xudo xolasa bu mol shunaqangi tag soladi, shunaqa sut beradi. Rahmat deydi olgan odam. Yaqin qilib ayting, so'ramaydi ham. Mana o'tda. Molni bahosi 60 million aka. Yaqin. Lekin obunachilarimizga aka xudo xolasa kelishtirib 56 millionga beraman. Tekis ekanda, mo'ljal. Bo'ldi aka. Ha? 50. Tilpon, birinchi tilpon qilgan odamga aka 55 millionga beraman molni. Ketdi. Ha. Tortishim. O. Seni ko'zing oqmi yo bo'ying kiyimi? Aka, vodiy kalla degani mana shu bo'ladi. Shvedni vodiy kallalari ham mana shunaqa bo'ladi aka. Bolasi nima? Bola, limuzin bola.
Yechib chiqing uni. Yechib chiqing. Buni qarang. Chiqqani suv ichaman deydi aka. Ajdar. Assalomu alaykum. Ha, asta ishlab turadi. Hop, nechisini tug'di endi? Rahmatjon aka 3-sini tug'di. Hop, 3-4 kun bo'ldi, yana bu qodar chiqdi mol. Olgan odam xudo xolasa eshigida sog'ib ichib rahmatini aytib qo'ysa bo'ldi. Qochib qolgani bonus. Ha, aka. Aka mana tishini ham bitta ko'rsatib qo'yib, tishini ko'raylik deydi Yozib vallahi. kelsin, mana shved tungi uydan nechta tug'di. Mana. O'z tishdan pastroq ekanmiz. Yo'q, 8 chiqaryapti shekilli bu yonidagi nima? Endi chiqaryapti. Endi bular aka qora. tog'da yurgan narsalarda. Bolasi to'liq holatda ham yurib shekilli-ku. Qo'y bor bolasi. Ha? Ha, bolasi to'liq holatda emib yuradi. Bola 10-chami? Bola 10-chi. Ha. Nech pul? Rahmatjon aka 55 millionga beraman molni. Xayrini ham qilib beraman. Deydi Bitta Zoyjon. sog'ib ko'rsatib bergan ol. Zoyjon. Hali o'ldirsa ham odamni borib mard o'ldirsin ekanda. To'g'ri, bu gapingizga baq qo'shilaman. Hali nomard Molni mard odamni olib. Nomard qo'lda o'lguncha mard qo'lda o'lsang, o zo'r odam o'ldirdi deb yurasan ekanda. To'g'ri gapingiz. Bosiydigan qilib, bir oladigan qilib. Ha, Aka bo'lsa insonlar baraka topsin, bahra olsin. Ro'za kunlari kelib qoldi, mana bag'ga sog'ib ichib bir duo qilib qo'ysa bo'ldi, molni narxini 53 millionga beraman molni. duo oling, Duo duo olish kerak. oling, Duo. bitta tekis Hamma qilib, duoni. tekis qilib, Boring 52 million tekis bo'lib ketdi mana. tekis bo'lmayapti. Rahmatjon aka. Yomon gapirmadim aka. Ha, Zoyjon. Ya unda aka bo'lmay qoladi aka, mana o'zi Obunachi o'ziga tekis qo'rasan. obunachilar tilpon qilishaversin. Bari Tekis qilib beramiz, xudo xolasa. Aka. Ha, shu turing bitta fonga. Bunda manzarani. Bolasi ston, stoni. 12 litr taqirga tushadi. Tiniq. Ama bir banka qaymoq ham. Ha, qaymog'i bor lekin. Qaymoq. Qaymog'i o'ta kuchli. O bolasidan bilib olish mumkin. Ha. Uzoqcha qancha yo'g'on, enli bo'lyapti. Demak, o'sha sigiringizni qaymog'i ko'p. To'g'ri. Germanskiy variantlarida mana bular. O'najinchalar aka. Ya bular 5-6 oylik haloslar. Hech bolasi. Jersey bashara ekan. Jersey bashara. Bu Germanskiy. Germanskiy. Sigir sog'ib ichaman deydi ular. Sutli mol suv ichaveradi. Hay. Onasini yoshligi. Aka, suti bu yutib boradi bu. Kechki sog'ib. Buni zapaslar ko'ryapsiz-ku bu. Zapaslar. Ertalab sog'ilgan mollar. Molni qiynash bo'lmaydi. Hech qachon YouTube'ga chiqarasiz va bozorga olib borasiz. Molni sog'masdan qo'ymaydi. Chunki massiv kasallikning birinchi omili Dimlanishdan chiqadi-da. Bo'lmaydi. Keyin sut bermaydi egasiniki. Bir marta mol sotaman deb bitta sigirni ishdan chiqarib olish kerak demak. Shuning uchun borni qozonda borib shuni chiqarib, ming aylanib, ming ulgurchaydi. To'g'rimi Zoyjon? Albatta aka, bu tajribadan kelib chiqadi. Shuni bitta ko'ring. Molni qancha tez soqsangiz shuncha sekin sig'onib ketadi. Mana. Voy, Olib hayron qolaman-da, bular chini nima deyapti? bular giyoh yeb yurgan mollarda bular. Sadaf. Bular atalarni ko'rmagan aka. Oliga selos ko'rmagan. Eng asosiy Endi shetda selos yedi shu bizga kelib. Aka, qarang mol. menga narsalar aytmaydi-ku. Ha. Bolasi. Nechta sutga berasizmi Zoyjon? 28 litr sutga garantiya bor. Erta kechga. 28. 28 litr. ham ko'ring. Ha. Balasini yoniga olib olgan. Bakir. 28. Ha, buni o'lchab turib, Sinovdan o'tganda shu. Qani, pulichi? Pul aka. Bo'ladigan qolib aytaveraylik. Olgina Shunaqa bo'yicha, odamni 65 millionga beraman aka molni. 60,
65 million bo'ladigan xayrini qilamiz aka. Zo'r mol. Ha. 65 millionga 25 ta sutga. Balasi baqoga to'sib qolyapti-da o'g'lim bakin. Variantlar akalar. Sut variantlar. Bolasi ham aka original mol. Mana. Hop, Zo'rjon. Son ko'rsat. Moli birinchi o'rinda qoniga garantiya. Ikkinchi o'rin. Ikkinchi o'rinda 4 tala yeliniga. To'rttalar. Sog'lig'i yaxshi. Mana bolasini ham ko'ryapsiz. Mana bolasi ham sog'lom. Hop. Bitta naqasi aka, bu ham buqadan chiqqan aka. Yo'g'i, qancha bo'ldi? Buqadan chiqqan. Shu bir hafta bo'lib qoldi. Mhm. Endi olgan odami uyida bo'g'oz chiqib qolsa, xudo xolasa xursand bo'lsin. O'zi bilan. Har kimni baxti o'zi bilan. Ha. Lekin qaymoqlariga ham zo'r aka, qaymoqlari. Nihoyatda zo'r mol. Agar ushlab qo'ygan bo'lsa, Ha, ushlab qolgansa, shu ikkala shvet mol qochgan aka. yo'q. Olgan odam maza qilib aka eshigida qaraydi mol. Hop. Nechtasini olsa O'zbekiston bo'ylab dastlabki aytilgan narxi. Ikkita, uchta olgan odamga dastlabki bor. Ketaveradi. Ha. Hop, shudan har kuni O'zbekistonning xohlagan nuqtalariga transport vositalari qatnayapti. Qatnayotibdi. Bag'i endi Surxondaryoga mol bor edi. Kim ketyapti desa, men ketyapman dedi, ketaveradi. to'g'ri gapingiz, albatta aka. Endi samolyot firmasi ham boshida mol kelaveradi. Boshida bor kelaveradi. Samolyotga chiqmagan bu mollar. Gap yo'q. Aka, bolasi ham o'ziga o'xshagan mol bo'ladi aka. Onajillari aka, ertaga xudo xolasa chiqaramiz. Ertaga chiqaramiz. Narigi molxonada hamma mollar chiqaramiz Rahmatjon aka. Yuragi sel bo'lib oqib ketgan obunachi. Telefon qilish. Menga ham aytmayapsiz, bu narxi nechi pul? Men o'zim ham qiziqib turibman. Nechta go'zallar. Buni sheriklari kelyapti aka. Bular golishdan onalar asiyski. Haqiqiy sutli mollar ekan. Oslarni ham ko'rdim. Shunaqangi chiroyli. Mana ostini o'zi ko'rsatib beradi hozir. Mana qarang. Ana ostini qarang, ostini. Ha, bu ko'rdim bu. Mollar o'zi taxminkasida bo'ladi. Ha, to'g'ri. Nechi pul mana shu ekalar? Beylangchi. Ayting. Endi aka turpog'li sheriklari kelsin, daftarga qarab aytib beraman aka. Sheriklari bor-da buni. Sheriklar kelyapti aka. Bizni obunachi esa. Tilla bo'lsa ham narxini aytib qo'ying. Tilla bo'lsa ayting. Qimmat bo'lsa ham, orqan bo'lsa ham. Ayting. Rahmatjon aka, sheriklar kelsin, bitta chiqaramiz mana shu mollarni. Sotib yuborishmi? Ha, sotib yuborish ungacha sotilmaydi. Sheriklar kelgandan keyin sotiladi aka. Ammo uyingizga quruq. Yo'q, quruq ketmaydi. Mana shuni so'rab kelsa berasiz-da, iloji. Iloji yo'q, endi nima deysiz? Birov dilini ortmaydi aka. Kelishamiz, bitta sigir olganga balki pul ortib qolar bir kishini aka. Bitta bo'zay bering, yo bir narsa qilaylik desalar, shuni kelishamiz, berilaveradi aka. 100 ta tovuq bering. Bormi tanishlarda? Kelyapti. 100 ta tovuq bering. Kelyapti aka. Mana shular 5 oylik, 6 oylik bo'zaylar mana shular. Zo'r ekanda. Hop. Narigi ferma o'tamizmi yo yaqinmi? U fermani aka ertaga chiqaramiz. Ertaga xudo xolasa. Qorollar deydiganlarga Daniya bor, Rossiya bor. Kelishib, semental bor. Nechi pulgacha mol bor? Mol mana ko'rdik, 35 milliondan tortib 80 milliongacha mol bor aka. Nari katta fermada Ha, turibdi. katta fermada turibdi aka. Yaxshi. Hammasi ishonchli aka, kelishaversin. Baraka toping. Mollar bor. 35 litr real nahoz berayotgan suti bor molda. Eng ko'pi. Ha, eng ko'pi shunaqa Eng pasti. Pasi mana shu mol hozir 12 litr suti bor. Shu 12 dan 35 gacha. Ha, 12 dan 35 gacha suti bor. Realni sut beradigan Ha, mollar. albatta aka. Xo'p, manzilimiz Namangan viloyati Chust tumani. Qaytdi? Dunyoni poytaxti deyapti-ku, nima YouTube'larda, YouTube'larda dunyoni poytaxti. yorqishlarda. Endi haq bo'lmaylar, hammaga o'zini yurti poytaxt. To'ppa-to'g'ri. Dunyoni To'g'ri. poytaxti. Bizni poytaxtimiz shu chetda, nima deymiz. Beshari dunyoni poytaxti bo'ladi. Rahmatjon aka, mana shu mol haqiqiy original sementalga qo'yganman. Tonnali buqaga qo'yganman aka. Olgan odam maza qiladi. 77lik. 003 70 87. Manzilimizda aytdik, Ha. aloqa chiqarasiz. Kommentariyadan o'tasiz. Telegramga o'tadigan joy qilib qo'yganmiz. Shu yerdan lokatsiyasini olasizda, bemalol kelib, ko'rib, sinab olaveradi. Albatta. 24 soat aloqada. Ularimiz 77lik 003 70 87 ga murojaat qilishaversin. Aha. Molni turidan bor, shvet, semental, qorollar, rossiyskilar bor. Turidan bor Ha, ekan. mollar xudo xolasa hammasi realni yaxshi mollar. Baraka topadigan mollar. Bo'ldi aka. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling aka. Obunachilaringizga alangali salom. Bo'ldi. Iloyingizdan kanalingiz avj olib, insonlarga manfaatli
hissangizni qo'shganingiz uchun bizdan Xudo xohlasa aka. Aytganingiz kelsin, katta rahmat Ozodbek, aka. rahmat. Hurmatli obunachilar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Videomiz kimga manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta laykchani bosib turib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Kommentariy yozsanglar, xudo xohlasa bundan yaxshi videolar hali oldinda bemalol Zorjon akamga aloqaga chiqsanglar, Xudo xohlasa. yaxshi zo'r narxlarda qilib beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.